22 mikrorayonda 5 etajlı beton jayımızın 5 etajında 3 kanalı ortangı podyezdde joylashgan remontlangan uyimiz satılığa koyuldu. Bu uyga kirer jerimiz mine usunday keng koridormen boslanadi. O'tgan yili to'liq shaxslab remontlagan ekan. Hamma zatlarini almastırıp tazadan nölden isledik deb atırıptı uy egalari. Bu mehmonxonamiz bo'ladi mine. Sunday ko'rinishda. Bahası 375 milyon. Azg'antay kelisimi bor deb atırıptı. Bu ikinci bölmemiz, ya'ni bulda mehmonxonamiz bo'ladi. Uy ishindagi mebel texnikalarning ayrimlarini savg'a hisobida taslab ketamiz, ayrimlarini kelim orqali taslaymiz, bo'lmasa olib ketamiz deb atırıptı. Endi 3-bölmemiz bilan tanishtirib o'tamiz. Al bu 3-bölmemiz. Hech qanday remont jumlarini islemaysiz, kelib o'zingiz to'sestirib jasab ketaverasiz. Bu hojatxonasi mine to'lig'imen kafillangan, taptoza joqdayda turibdi. Aristonlarda bor ekan. Al bu juvunu bölmesi bo'ladi. Eğer usu uy turali to'liq ma'lumot kerak bo'lsa 91 kodimen 377 0044 telefonda baylansangiz bo'ladi. Bu asxona o'rnimiz. Bu tarafga asxonamizda, ya'ni gaz plitamizda ko'chirib, balkon tarafga ko'chirib, shunday o'tiradigan joy ishlab qo'ygan ekan. Qo'shimcha aytib o'tayotgan bo'lsak, quyosh paneli bor. Siz hech qanday to'qqa ақша төлемейсіз. Diqqatlanishga rahmat. Sog' salomat bo'ling.